Anjanliklar yana birinchi. Said Burxon Shuhratov. Dadam o'shanda so'kmaganda, to'xtatib qolmaganda men haligacha Minecraftni jinnisi bo'lib o'tirgan bo'lardim. TikTok deymizmi, Snapchat deymizmi, o'shalarni egalari bolalariga, farzandlariga umuman ishlattirmaydi sotsial mediani. 7 yoshdan уже telefon ishlatishyapti bolalar. 18 yoshgacha уже chirib ketadi miyasi agar o'sha muhitda yura olsa. O'quvchi uchun o'zi siz yetishmaydi deysiz, hozir olib qarasak, chunki uni o'qituvchi so'kadi. Ota-onasi so'kadi. Do'da buvalari so'kadi. Aka opasi bo'lsa so'kadi, ha? Ya'ni men bu yerdan siz yetishmaydi deysiz-da, "Voy", deb o'zini tengdoshi unga aql o'rgatishi. Otasi haqida otasidan emas, uning intellektidan so'rayotganlar. Tashkilga ham olib kirsa bo'ladi, bemalol. Уже Yevropani ko'zlayaptimi? Katta investor yaxshi narsa qilganmiz. Yakshanba kuni keldi, biz ham. Hokim yakshanba kuni keldi, Ha. Yakshanba kuni maktabimizga keldi. Ish kunidan tashqari. Lekin men o'sha o'zim kiradigan obyektimga yo'q nima ekan spiskda. Gap kelmay qoldi. Bir soniya o'ta tezlashib ketdi. Juda katta summada, 250 ming dollar. Voy, qanday qilib bu juda ko'p, o'ta ko'p deganimda, aka tushiraylik degan. Yosh boshiga nima keragi bordi bu narsadan degan ham keladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bobur yurti Andijondamiz. Bugun ko'pchilikni diqqat e'tibori tandirda bo'lib turgan bir paytda sizga boshqa bir muvaffaqiyat haqida, katta muvaffaqiyat haqida gapirib bermoqchiman. Hatto uning loyihasiga prezident investitsiya kiritgan bir yigit Andijonda istiqomat qiladi. Xullas, anjanliklar yana birinchi. Hurmatli kuzatuvchilar, tanishing va eslab qoling. Ko'pchilik biladi ham va mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan paytdan boshlab bu yigitning ismini, familiyasini eslab qoling. Said Burxon Shuhratov. Ma'lum bir loyihalarda bu yigitni ismini chalkashtirishadi. Xudo xolasa, loyiha amalga oshib muvaffaqiyatli tarzda odamlar qabul qilsa, bu ismni odamlar kerak bo'lsa miyalarga qo'yib olishadi. Va siz shu uchun harakat qiling. Said Burxon momisiz? Xudo uchun. Kapitalizatsiya. Xo'p, keling o'zingiz haqingizda ikki og'iz boshlanishi uchun ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz. Men Shuhratov Said Burxon aytgandek, 17 yoshdaman. Shu yil maktabda 11-sinfda bitirdim. Andijon shahrida tug'ilib o'sganman. Shu 6 yildan beri IT sohasiga qiziqib kelaman. Bunga dadam, tog'amlarim, amakilarim sababchi bo'lgan. 6 yildan beri mana IT da o'qib kelgan bo'lsam, oxirgi 2 yil startaplar qurish bilan o'tgan. Mana Xudoga shukr, oxirgi startapim tikkonchi loyiha juda bir muvaffaqiyatli bo'ldi. Uni prezidentgacha olib chiqa oldik va mana hozir ham ustida ishlayapmiz. Qanaqa bo'lgan uyda sizni bu olamga qiziqishingizga uydagilar munosabat qanaqa bo'lgan? Chunki har holda balki siz ham boshingizda o'tgandir bunaqangi holatlar, telefonga qiziqqan, kompyuterga qiziqqan odamga nisbatan, ayniqsa yosh bolalarga nisbatan kattalarda afsus shuna qarash borki, kompyuter oldida o'tiribmi, o'yiningni yig'ishtiring deyishadi. Kompyuterda o'tirgan odamni o'yin o'ynayapti deb o'ylashadi. O'shandan boshlangan. Xullas, juda yoshlikda ko'p Minecraft o'ynardim. Brawl Stars degan o'yinlar juda haligi populyarniy bo'lgan. O'sha 5-sinf paytlarimda. Shu Minecraftni ko'p o'ynab o'rganimda dadam so'kkan, yig'ishtirasan degan bo'lardi. Lekin men ich-ichimdan bu narsaga qiziqqanim uchun aytganmanki, dadamga taklif berganman. Dado, bo'pti, o'yin o'ynayman, lekin o'yin tuzishni o'rgangim kelyapti, shunga kurs sotib olib bering deganman. Joyida $300 ukrainalik Zoomdan dars o'tadigan ustoz bilan kurs sotib olib bergan. O'shandan hamma narsasi boshlangan. Birinchi o'zimni o'yinlarimni tuzganman, Play Marketga chiqarganman. 1 yil ichida keyin saytlar qilishni boshlaganman. Shundan mana startaplarga keldik. Dilmurod aka, nimaga bu o'g'lingiz bunaqa ozib ketgan? Yaxshi boqmayapsizlarmi? Yo'q, bu farzandim o'zi tabiatan shunaqa. Bundan tashqari yana yoshligidan taekvondo sportiga berganmiz. Qorabelboqqa borgan. Qorabelboqqa hujjat topshirganimizda, Koreyaga jo'natganimizda Qorabelboq Koreyadan kelar ekan. Karantin davri kirib qolib, shu bo'yi hujjatimiz ham yo'qolib qolgan. Demoqchi bo'lganim, yoshligida sport bilan o'tkazgan. Tabiatan unaqa haligi yesa ham semiradigan unaqalardan emas. Shundan deb bilaman. Yeb ichishida yoki kayfiyatining chog' yurishi yoki aksi bo'lishida oilamizda salbiy ta'sir qiladigan hech qanaqa muhit yo'q. Siz o'zingizga nima kasb egasiz? Men o'zim kasbim mulklarda baholash xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyat ta'sischisi rahbariman.
ish faoliyatimni shu sohadan boshlaganman. Hozirgacha shu sohadaman, bitta sohadaman. Aytaylik, shunaqangi imkoniyatga ega bo'lgan bolalar borki, siz kabi, sizga o'xshagan bolalar. Bolaligida ITda muvaffaqiyatga erishishi mumkin, lekin ota-onasi cheklagan, balki cheklamaganda bugun biz umuman davlatimiz miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, ITda turmush tarziga bizni rahmimiz keladigan Hindistondan oldinroqda bo'larmidik? Narsalar keladi-da. Endi qarang, meni dadam o'shanda so'kmaganda, to'xtatib qolmaganda men haligacha Minecraftni jinnisi bo'lib o'tirgan bo'lardim. Adashmasam, endi shunaqa bo'lgan bo'lardi menimcha. Balansni bilish kerak, qayerda to'xtashni bilish kerak, yo'l ko'rsatish kerak. Misol, o'yin o'ynayaptim, mayli bo'pti, keyinchalik ITga qiziqib ketadi deb qo'yib qo'ysangiz, u qiziqmaydi 95% anchadan. Unga yo'l ko'rsatish kerak. Mana qara, bunday qilsa ham bo'lar ekan, mana shuni o'zing tutsang bo'lar ekan deb turib, ustoz topib berish kerak agar o'zi tushunmasa ota-ona. Xo'p, tikoncha. Qayerga bordi bu g'oya? Nimaga maktab o'quvchilariga mo'ljallangan bunaqangi platforma? Bungacha, tikonchagacha men pul topadigan proyektlar ham qilganman. Mana o'zingiz aytib turibsiz, pul topadigan emas. Juda unaqa pul topadigan loyiha emas. Buni boshlaganimda men buni hammaga tekin qilaman degan niyatda boshlaganman, lekin o'zini maintain deyiladi ingliz tilida. Yurib turish uchun qoplaydigan summa kerak ekan baribir. Xo'p, bungacha pulli proyektlar qilganman. Misol, savdo uchun har xil предприятие deydimi, o'shalarga avtomatizatsiya deyiladi, biznesda avtomatizatsiyaga platformalar qilib berganman. O'zimni xarajatlarimni qoplaganman oxirgi 1-2 yilda. Lekin qadam bu tikoncha nimaga buncha ishtiyoq bunday non profitable deydi, foydaga emas bo'lgan proyekt. Xullas, 2024-yil mayda boshlangan. Qarasam, telefonimda screen time degan narsa bor. U telefonda bir kunda qancha o'tirganingizni hisoblab beradi telefonning ichida. Qarasam 8,5 soat. Ichim yeb borganman o'shani ko'rganimda. Bu to'xtash kerak deganmanda, va'da berganman. Buni o'chiraman. Instagramni o'chirib yuboraman, YouTube'lar kirmayman deganman. Qarasam, o'shanga yordam beradigan ilovalar bor ekan. Lekin ular juda qimmat. Lekin pul topayotganim uchun o'zim olganman, o'zimga investitsiya bo'ladi deb. Keyin ular ingliz tilida faqat o'zini o'zi tushungan odamlar uchun bo'lganda, lekin qarasam, bu muammo faqat menda emas ekan. 8,5 soatim u bir kunda bo'lganda, haligi o'ta oshirib yuborganman. Qarasam, boshqa bolalar consistently, ya'ni har doim, har kuni shunaqa darajada ko'p telefonda o'tirishar ekan. Oshnalarimda ko'rdim, do'stlarimda, ukalarimda ko'rdim. Shunda aytdimki, buni lokalizatsiya qilish kerak, ham ta'lim, ya'ni education ga bog'lash kerak, hal qilish kerak o'sha ilovaning ichida. Shu bilan boshlandi. 2024-yilda kelgan bo'lsa ideya, o'zim ustimda ishladim birinchi. Ya'ni sizga ideya keldimi, siz o'zingizda to'g'rilamasangiz u problemani. Ya'ni ideya nima, startap nima, problemaga yechim. Bu problemani o'zimda topganim uchun o'zimdagi problemani yechdim birinchi o'sha qaramlikda, telefonga qaramlikda. 5-6 oy ketdi unga, chidadim. O'sha problem yo'qolgandan keyin shunday o'tirdim, o'shani ustida ishlashni boshladim. O'zlaridan ham so'radik, sizga ham murojaat qilmoqchiman. Umuman bunga o'g'lingizga qanaqa bolalik bera oldingiz? Bolaligi qanaqa o'tdi? Bu bolaligi haqida nima deysiz? O'zi umuman bugungi bolalarning bolaligi haqida. Tabiatdan birmuncha uzoq bo'lgan bolalik, virtual olamga sho'ng'igan bolalik. Saidburxonning bolaligi aksar o'zbek, aksar o'sha musulmon davlatlaridagi bolalarnikidaqa kabi o'yin kulgi, xushchaqchalik boshqa bilan o'tmagan haqiqatda. Chunki tabiatan o'zini ustida ishlab o'rgangan bola, haligi biz masalan nimagadir majbur qanaqadir jihatdan tergaganmiz, to'g'ri so'raganmiz, vaqtini qanaqa o'tkazayotganligini, lekin nimagadir qattiq majburlamaganmiz. O'zida ichidan shunaqa tabiatan intiluvchanlik yoshligidan shu qanaqadir bir katta loyiha yaratish ilinjida, moliyaviy boy tashkilot ta'sischisi bo'lish ilinjida. Buni sababi qancha moliyaviy imkoniyatim yuqori bo'lsa, o'shancha darajada odamlarga yaxshilik qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shunaqa bir anaqa kayfiyatida shunaqa bir o'y fikr yoshligidan birinchi o'rinda yurganda, hali boy bo'lishdan maqsad imkoniyati keng bo'lish emas, o'zini nafsi uchun imkoniyat emas, atrofdagilarga yordam qilish imkoniyati keng bo'lishini ta'kidlab o'tardi yoshligidan. O'shuning uchun ham
balkim bizni qattiqroq tergagan haligi to'g'ri yo'nalishga solib vaqtini to'g'ri o'tkazishga bo'lgan tergashlarimiz, boshqalar balkim bu natija bergandir, balkim tabiatan hammasi bir Allohning inoyati deb bilaman-da bu. Hammasi birgalikdagi Allohimda menga shunaqa farzandni otasi bo'lish inoyatini bergan deb bilaman. Boshida New Edu bo'lgan. Aytganimdek bitta ta'lim shaxobchasi deydimi, nima deydi? Bitta yerda to'plangan narsa. O'sha New Edu, yangi ta'lim o'zi o'zbek tilida. Yangi ta'lim bo'lgan loyihaning nomi, lekin qarasam ingliz tilida bo'lganligi uchun ota-onalar, yosh kattalar eslab qololmayapti. New Edu. Direktor ham eslolmagani uchun o'shandan keyin tikonchaga o'zgartirganman. Nimaga? Tikoncha. Tikoncha bilsangiz, tiprotikonda tikonchalar bo'ladi. Tiprotikon nimaga desangiz, tiprotikon o'zi kichkina hayvon, mashinchalik bo'ladi. Tikanlari uni katta hayvonlardan, yirtqichlardan asraydi. Unga tegisha olmaydi. Yirtqichlar nima? Bizda Instagram, katta o'yinchilar. Ular nima qilishadi? Pul to'plash, ya'ni asosiy daromad Instagramlarda reklamadan keladi. Reklamalar bizda behayvon narsalar, miyani buzib yuboradigan, yoshlarda juda katta xavf keltiradigan narsalar. Instagram, Mark Zuckerberg deylik eng kattasi, unga farqi yo'q. U o'zi bolalari Instagramda ishlatishga ruxsat bermaydi. Zuckerberg bolalarga Instagramni foydalantirmaydi. Yo'q, aynan Zuckerberg demayman, juda katta o'sha TikTok deymizmi, Snapchat deymizmi, o'shalarda egalari bolalariga, farzandlariga umuman ishlattirmaydi sotsial mediani. Umuman. Bu ironiya. Juda katta ironiya. Xo'p, katta o'yinchilar, yirtqichlar, endi tiprotikon kichkina, biz mana yoshlarimiz 7 yoshdan уже telefon ishlatishyapti bolalar. 18 yoshgacha уже chirib ketadi miyasi. Agar o'sha muhitda yura olsa, unga tikonlar berishimiz kerak bolalarga. Tiprotikondan tikonni olib qo'ysangiz, shunday kelib yeb qo'yadi, ilon yutib oladi. Kalamiz bo'lib qoladi-da, tiprotikonni tikonni olib qo'ysangiz kalamiz bo'lib qoladi. Unga tikon bering, bo'ldi, уже unga tega olmaydi. Zo'r g'oya. Zo'r g'oya. Nimaga yashil? Yashilni o'zim yaxshi ko'raman, to'g'risi. Birinchi o'sha logotipda maskot deyiladi, o'sha face hayvon shaklida, face deganmiz, tiprotikon yashil rang kelgan. Shunga o'zim yoqtirganman, yashil degan qilganman mana. Keyin приятный rang. Qarasangiz, приятный qizil qilib qo'ysangiz buni, to'g'risi men tasavvur qila olmayman bu qizil bo'lishini. Shuning uchun yashil. Oz-moz bo'lsa ham tikoncha proyektimiz shu bolalarda naturalniy, ya'ni o'sha 100 yil avval deylik, 500 yil avval deylik, qana yashagan bo'lsak, o'sha sog'lom muhitda o'sha narsaga qisman qaytaradi. Uni polniy qaytarib qo'yish yaxshi demayman. Texnologiyalar kerak. O'shaning uchun qilyapmiz-da, bo'lmasa telefonlar olib kelishmaydi deb turib bitta zakon chiqarib qo'ysangiz, Yevropalarga o'xshab mana qilishyapti hammasi. Bo'ladi, lekin texnologiyalarni butunlay qo'pol qilib chopib qo'ysangiz, bo'lmaydi-da. U yerda sun'iy intellektlardan mahrum qilyapsiz bolalar. Yaxshi emas. Sun'iy intellekt o'zi ham yaxshi emas, lekin uni mahrum qilib qo'yish ham yaxshi emas. Uni balansda ushlash kerak. Tikonchaning ichida AI'miz bor, bilimdan sun'iy intellektda. U sizni ChatGPT ga o'xshab darsingizni qildirib qo'ymaydi. Ya'ni qildirib qo'ymaydi emas, qilib turib sizga Tayyorini bermaydi. Tayyorini bermaydi. Yo'l ko'rsatadi, balansda ushlab turadi. Tikoncha o'zi aytganimdek, shu sotsial media va o'yinlarga o'xshagan juda katta onlayn xavflardan himoyalovchi, ya'ni farzandlarni, yosh avlodni himoyalovchi bitta platforma. U kimga kerak? Asosiy maqsad maktablar uchun bo'lgan birinchi. Ya'ni maktablarga kirganim, men maktabga borish juda xohlamasdim. 11-sinfda уже men borgim kelmay qolgan. Chunki sinfdoshlarimni qaraganman, boshqa maktab o'quvchilarini ko'rsam, hammasi telefonda, o'zgarib ketishgan, to'yib ketganman unda. Lekin maktabga bormay qo'yish ham mumkin emas. Bilasiz, oxirgi gvardiyalar qo'shildi. Shuning uchun bo'pti. Bular o'zgarmasa men ularni o'zgartiraman deganmanda, o'sha tikonchani tuzib turib, maktabdagi o'quvchilar hammasiga o'rnatamiz. Sotsial medialarda, o'yinlarda bloklaymiz. O'ziga qaytishadi, o'qituvchilarga fokusni jamlashadi. Qarayman, oldi partadagi 5 ta o'quvchi qaraydi o'qituvchiga, bo'ldi. Shu muammoni ham yechadi. Endi ota-onaga qanday qilib ota-onaga ham kelib qoldik? Qarasam, bu yerda baribir loyihani yurgizish uchun keyinchalik ham qayerdandir pul bo'lish kerak-da. Shuning uchun ota-onalarga ham qilganmiz. Ota-onalar chunki pul to'la olmaydi. Tikonchani ulab beramiz ota-onalarga. Tikoncha ota-ona degan o'zi alohida ilova bor. Unda farzandi qayerda yuribdi, qachon maktabga keldi, chiqdi, hammasi GPS dan track qilinadi. U hammasi xavfsiz, faqat ota-onaga boradi. Biz uni ko'ra olmaymiz. Davlat ham ko'ra olmaydi, davlatga bermaymiz. Xo'p,
ota-ona ko'ra oladi lokatsiyasini, qaysi ilovalar borligi, telefonda qancha ishlatyapti, nimani ishlatyapti, qiziqishlari nima. Iloji bo'lsa mana shu yerda skrinshotlarni tashlab ketamiz. Hammasi diagramma bo'lib chiqadi, понятный bo'lib. Uchinchisi, o'quvchini o'ziga nima foyda? O'quvchini o'ziga sotsial mediadan fokusini boshqa yerga qaratdimi, uni o'rnini nimadir bilan bosish kerak. Dopamin manbaini uzib qo'ydikmi, boshqa manba berish kerak. Foydaliroq manba. Bu yerda bizda foydali o'yinlarimiz bor. Misol, men qaysi o'yinda o'ynaganman? Fizikani, injeneringda yaxshiroq o'rganish uchun most quradigan o'yinlar bor. O'shanda balansini ushlab, misol, mashina yurayotganda qaysi o'sha uchburchak shaklida quriladi, ko'p narsa, strukturasi, armaturalar, o'shanda qayerga ko'proq haligi pressure deyiladi, bosim ko'proq tushadi. O'shani taqsimlab qurishingiz kerak bo'ladi. Zo'r o'yinlar bor-da, matematikaga, injeneringga, fizikaga, biologiyaga o'shalarni qo'shib qo'yganmiz spesifik qilib, ularga mumkin kirish. Sun'iy intellektimiz bor. Sun'iy intellekt aytganimdek yaxshi tarafga ham yo'naltirish mumkin, yomon tarafga ham bo'lishi mumkin. Endi sun'iy intellektning yomon tarafi nima? Ongsizlantirib qo'yadi, manqurt qilib qo'yadi agar ko'p ishlatib borsa. Shuning uchun balansda ushlaymiz biz. Bilimdon sun'iy intellektni o'quvchiga uyga vazifani qilib berib qo'ymaydi, unga yo'l ko'rsatadi. Qanday o'qisa bo'ladi, qaysi kitobning nechinchi betida o'shalarda aytib berishi mumkin. Yoki formula beradimi? Javobini aytib qo'ymaydi-da xullas. Shunday sun'iy intellektimiz bor. Telegramda alternativasi bor. Ya'ni Telegramga kirmasdan ota-onasi bilan, sinfdoshlari bilan gaplasha oladi. Sinfdoshlari bilan birga bir emas, gruppada. Ya'ni bema'ni gaplashmaydi. Agar 40 ta odam qarab turgan bo'lsa, ustozi ham qarab turgan bo'lsa, gaplashmaydi. Yoki aka-ukalari bilan. Mana IT komandamiz, IT komandada bitta yerda arxivda vazifalar turishi kerak. Hammani o'zini vazifasi bor, topshiriq beraman. O'shanaqa struktura biz oddiy hayotimizda yo'q. Lekin bo'lishi kerak deb o'ylayman. Kun tartib bo'lishi kerak. Hali o'zim singlimdan ham so'rayman-da har kuni. Bugun nima qildingiz desam, esiga kelmaydi nima qilgan. O'qiydi, to'g'ri, modullar qiladi, esiga kelmaydi. Chunki strukturasi yo'q kunida. Shunday qilganmizki, o'ziga vazifalar biriktiradi, ertalab yoki ota-onasi biriktiradi. Ota-onasi biriktirganda, shu yer innovatsion tarafi, nima qilayotgan bo'lsa ham telefonda yoki telefonni o'chib turgan bo'lsa ham, ishlatmayotgan bo'lsa ham, katta qilib ekranda u smart notification keladi, smart уведомление, u ovoz chiqadi, sizga vazifa keldi, topshiriq olganingizdan, mana shunaqa qilishingiz kerak deb, 10 sekund kutasiz, keyin qabul qilindi, ezasiz. U narsa hech qayerda yo'q. Jira deymizmi? Hech qanaqa IT komandada yo'q. Yaponiyalik Toshkentga boraman deydi, sammitlarga startapchilar borish kerak baribir. Networking qilganim. O'sha yerga borganimda Yaponiyadan bitta HR xodimlarni boshqarish, olish, o'sha HR komandani boshlig'i kelib turib, shuni tushuntirib berganimda, Yaponiyaga qilib bering, menga kerak, shu katta kompaniya ishlatamiz. Men xodimlarimga nimadir bersam, sразу bilish kerak uni. Qabul qildimni ezmaguncha men tinchmayman. Men ofisda yurib o'tirmayman-da, 500 ta odam o'tiradi katta kompaniyada deydi. Endi bu narsani aka, u vaqtim yo'q, men bu yerda o'zimni qilishim kerak, prezident ishlangan deb aytganman, tushuntirganman. Xullas zo'r narsa-da, buni hamma ota-onalarga beryapman. O'quvchilarga o'ziga shu foyda, ota-onalarga ham foyda, maktablarga ham foyda, davlat o'ziga ham foyda, yangi avlodga juda katta foyda. Xo'p, qarang, loyihangiz istiqbolli bo'lishiga, loyihangiz xalqimiz tomonidan iliq kutib olinishiga qay darajada ishonasiz? Bu tikonchadek narsa yo'q. Foyda juda katta. Nimaga ishlatishmaydi? Endi qanchalik iliq kutib olinadi deyapsiz. Mana shu kunlarda men maktablarga borib yuribman, o'quvchilarga o'rnatib, tanishtirib, boshqa o'quvchilar sizlarga juda katta foydasi bor desam, iliq kutishmayapti-da o'quvchilar. Birargilari Tushunmayapman-da. So'kinishadimi, birargilari ota-onam ko'rib tursam, menga nima foydasi bor deb tushunishmaydi. Qarasam, o'sha bizda statistika chiqadi-da, telefonni olaman 12 soat, PUBG 5 soat, Instagram 4 soat. U qattiq chiqib ketadi miyani ular o'tirsa. Qarang, bola uchun, o'quvchi uchun o'zi siz bitta siz yetishmayapti deysiz, hozir olib qarasak. Chunki uni o'qituvchi so'kadi, ota-onasi so'kadi. Do'da-buvalari so'kadi, aka-opasi bo'lsa so'kadi, ha? Yana men bu yerdan siz yetishmayapti deysiz-da, "Voy", deb o'zini tengdoshi unga aql o'rgatish u. Qanaqa qabul qiladi? Men shu aytmoqchimanki, shu tikoncha bu yosh avlodimizni sotsial media, o'yinlarga o'xshagan katta zararlardan saqlaydigan bir platforma. U birinchi o'rinda maktablarda shu zararlarni yo'qotish uchun ishlaydi. Ya'ni maktab territoriyasiga o'quvchi kirganida shu sanab o'tilgan Instagram, TikTok, Snapchat, shunga o'xshash zararli ilovalar cheklanadi. ortiqcha foydalansa zararli bo'ladigan ilovalar shekli. Ortiqcha foydalansa ongsizlantiruvchi ilovalar ustuvorligiga tushadi. Sizni platformangizdagi sun'iy intellekt
qaysi millatni, qaysi jamiyatni qadriyatlariga asoslanadi. Masalan, bugun amerikalik ota-onani tarbiya berish metodi qadriyat o'laroq o'zbek ota-onasi to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shanga ham sun'iy intellektda system prompt degan narsa bo'ladi. Ya'ni uni miyasini qadriyatlar bilan shakllantirish. Sun'iy intellektda ham o'zini qadriyatlari bo'ladi. Uni amerikalik o'sha OpenAI yoki Google Gemini'lar chiqargan bo'lsa, ular o'zlari qo'yishadi u sistemni. Ildiz sistemasini o'shalar qo'yishgan. Lekin biz uni o'zgartirib, ya'ni o'zbek qadriyatlarimiz, bizni mezonlarimizga to'g'ri keladigan qoidalar bilan uni yo'naltirganmiz sun'iy intellektimizni. Qarang, bugun hatto ma'lum bir memlarga ham sabab bo'lib ketdi-da, sun'iy intellekt masalasi. Otasi haqida otasidan emas, sun'iy intellektdan so'rayotganlar. Otasi haqida sun'iy intellektdan. Ya'ni qaysi ma'noda? Bu juda qo'pol misol, juda qo'pol misol. Bugunini, kelajagini butkul sun'iy intellektga topshirib qo'ygan bolalar. Bugun nima bo'lsa hamma narsani sun'iy intellektdan so'rayotgan bolalar. Ba'zi bir paytda aytkim keladiki, boshingni ko'taringlar, sal monitordan boshqa tomonga ham qarat, telefon bilan gadjetingdan boshqa tomonga ham qarat xayolingni. Degim keladi-da, hamma narsa sun'iy intellektdan so'ralyapti. Endi sun'iy intellekt butun dunyodagi informatsiyani, internetdagi necha zettabayt informatsiya bo'lsa, hammasini o'rganib chiqqan, yaxshi maslahatlar beradi. Agar qachonki siz o'zingizni holatingizni tushuntirsangiz. O'g'lingizni o'zlaridan ham so'radik, sizga ham murojaat qilmoqchiman. Umuman bunga o'g'lingizga qanaqa bolalik bera oldingiz? Bolaligi qanaqa o'tdi? Bu bolaligi haqida nima deysiz? O'zi umuman bugungi bolalarning bolaligi haqida. Tabiatdan bir muncha uzoq bo'lgan bolalik, virtual olamga sho'ng'igan bolalik. Sayburxonning bolaligi aksar o'zbek, aksar o'sha musulmon davlatlaridagi bolalarnikidaqa kabi o'yin kulgi, xushchaqchalik boshqa bilan o'tmagan haqiqatda. Chunki tabiatan o'zini ustida ishlab o'rgangan bola, haligi biz masalan nimagadir majbur qanaqadir jihatdan tergaganmiz, to'g'ri so'raganmiz, vaqtini qanaqa o'tkazayotganligini, lekin nimagadir qattiq majburlamaganmiz. O'zida ichidan shunaqa tabiatan intiluvchanlik yoshligidan shu qanaqadir bir katta loyiha yaratish ilinjida, moliyaviy boy tashkilot ta'sischisi bo'lish ilinjida. Buni sababi qancha moliyaviy imkoniyatim yuqori bo'lsa, o'shancha darajada odamlarga yaxshilik qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shunaqa bir anaqa kayfiyatida shunaqa bir o'y fikr yoshligidan birinchi o'rinda yurganda, hali boy bo'lishdan maqsad imkoniyati keng bo'lish emas, o'zini nafsi uchun imkoniyat emas, atrofdagilarga yordam qilish imkoniyati keng bo'lishini ta'kidlab o'tardi yoshligidan. 17 yoshingizda o'zingiz tengi bolalarni va o'zidagi kichkina bolalarni hatto alohida bitta ilova bor ekanki, ota-onalar tarbiyalash haqida. Tipratikan ota-ona. Ha? U tarbiya haqida gap ketyapti-da bu yerda. Menga qiziq. Nimasi qiziqki, internet bilan juda qattiq bog'langan bola qanaqa fikrlayapti? O'yin qaroli emas, boshqacha fikrlayapsiz. Shuning uchun menga qiziq tomoni nimaki, haligi yosh boshingga nima keragi bordi bu narsani degim ham keladi. Davlat maktabida o'qigansiz. Xo'p, O'zbekistonda sizni o'sha yuqori sinflarda o'qiyotgan paytingizdagi ta'lim bevosita internet orqali bo'lsa-da, chet elni kuzatgan va chet ellik bolalarni ta'lim olishi, umuman ilg'or odamlarni, rivojlangan davlatlardagi bolalarni ta'lim olishi va hokazo kuzatgan odam sifatida, o'quvchi sifatida qanaqa baho berasiz O'zbekistondagi maktabdagi ta'limga? Endi chet elda ta'lim o'sha tizimi deymizmi, kuzatganman-u, lekin ichiga kirmagunimcha to'g'risi aniq bilib olmaydi, nimadir deyolmayman ular haqida. Lekin O'zbekistondagi tizimda endi bordir o'sha kamchiliklar. Lekin o'quvchilarda o'zim tengdoshlarimga qanaqadir shu ta'sirini o'tkaza olayman deb turib shu loyihani boshladim. Umumiy o'quv tizimiga ham menimcha foydasi bo'ladi bu. Shu bir payqagan tizimdagi problema. Siz Andijonliksizda, bu ishlar hammasi Andijonda bo'lyapti. Boshlanishi bu platforma Andijonda joriy qilinadi va keyinchalik maqsad baribir respublikaga chiqish, dunyoga chiqish. Xo'sh, bugun andijonlik tengdoshingiz, andijonlik ukalar, sizdan kichkinalar, singillar buni yaxshi qabul qiladi.
Toshkent qanaqa qabul qiladi? Toshkentlik bolalar, toshkentlik tengdoshlaringiz bu sizni loyihangizni qanday qarshi olishadi? Baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda poytaxt viloyatlarni markaziga qaraganda, viloyatlarni o'sha markaziy shaharlarga qaraganda 3-4 qadam oldinda. Toshkentga ham borib keldim orada, chunki startapchiman, baribir borish kerak. U yerda forumlar bo'ladi. Mana misol uchun sentyabrda ICT Week degan dunyoda katta investorlar, biznesmenlari, ITchilari Toshkentga to'plandi. O'sha yerda forum bo'ldi, qatnashdim, ko'pchilik bilan tanishdim, ko'rishdim. O'sha Google bilan Dropbox katta kompaniyalarga investitsiya qilgan bitta venture fond bor. O'shani global direktori bilan gaplashdim. U yoqqa 1 minut ham gapirishga ulgurmadim. O'zimni asosiy g'oyamni aytib berishimga edi. Qani, davay, olib chiqamiz Amerikaga dedi. Amerika mayli, Yevropa ham, SNG, Arabistonga ham olib chiqamiz dedi. O'zi tushundimki, Toshkent ham Toshkentga ham olib kirsa bo'ladi, bemalol. O'zi Yevropani ko'zlayaptimi? Katta investor, yaxshi narsa qilganmiz. Endi siz bilan suhbatimizdagi eng qiziq mavzu nima bo'ldiki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni nazarlariga tushdingiz va $200,000, $200,000 sizni loyihangizga ajratilgan, shaxsan prezident tomonidan ajratilgan grant. Qanaqa bo'ldi bu? Bu endi uzoq bir voqea, lekin qisqa qilib aytganda, mana shu o'tgan yil dekabrda oxirida bir niyat qilganman. Mana shu loyihani qilaman. 2025-yil eng zo'r, mana shu 16 yil yashagan bo'lsam, shu eng zo'r yil bo'ladi deb niyat qilganman. Boshladim. 1 oyda ichida, yo'q, 1 oy emas ekan. 2 haftaning ichida loyihani boshlaganimdan keyin u bir ikkitasiga aytdim, sarfanding marketing bo'lib turib, direktoringizgacha chiqib ketib qoldi, maktab direktorigacha. Endi chaqirdi, kirdim, gaplashdik. Ular aytdiki, IT xona bo'ladi-ku maktabda, kompyuter xona, informatika uchun. O'sha yerda senga ajratib beraman. Odamlar yig'ib, mana shu maktabda ham bordir, balkim bitta ikkita dasturchi dedi. Istadim, topdim. O'sha komanda bilan o'sha yerda o'tirdik. 2 oyda MVP, ya'ni minimal produkt chiqardikda, hokim maktabimizga kelganida sразу ko'rsatdik. Hokimga. Bu shahar hokimi yo viloyat hokimi? Yo'q, viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shaqboyevich. O'shalarga ko'rsatdik. Juda yoqib qoldi. Faqat birinchi ko'rishimizda 10-20 minut gaplashishga ulgurdik xolos. Menimcha 10 minut. Ish chiqib qoldi, ketdi, lekin ertaga kelaman dedi. Yakshanba kuni keldi. Ya'ni shanba kuni bo'lgan voqea edi. Yakshanba kuni keldi. Biz ham Hokim yakshanba kuni keldi. yakshanba kuni maktabimizga keldi. Ish kunidan tashqari. Ertalab 9 da kelgan bo'lsa, shu biz bilan gaplashib, prezentatsiyamizni eshitib, kerakli yordamni qilib, obedga ketdi shunaqa qilib maktabdan. Xo'p, u gaplashishimizdan eng katta natija nima bo'ldiki, prezident o'zi tashrifi yaqin edi. Bu martda bo'layotgan voqea, hokim bilan prezentatsiya. Aprelda bilasiz, Andijonga tashrif bo'ldi. Shu 1 oy qolganda meni tashrifni planiga kirgizib yubordi hokim bo'y. Ko'rsatasan prezidentimizga, yoqadi dedi. O'sha paytda, o'sha joyida ketayotganida men tushuntirib berdim-da endi hamma narsani. Shu serverga nimadir kerak bo'lishini ham aytgandim. Serverga qancha pul ketadi debdi. O'sha katta summa emasda $500 dedim. Shunday chiqardi, $500 sarz berdi. Naqd pul. Endi hayron qoldim to'g'risi. Ishandi-da endi yoshlarga. Hokim bo'ldi. Va zo'r motivatsiya. Ha, u вообще zo'r. Motivatsiya. O'sha kuni men 7-osmonda uchib o'yladim-da, va menimcha zo'r bo'ladi bu yoqda deb. Zo'r ham bo'ldi, xudoga shukr. 1 oy o'tdi, prezident keldi. Uni prezidentning kelishi va men u yerga kirib olishim ham o'zi voqeasi juda bir qiziq narsa. Men bilasiz, prezident kelganda kamida 5 ta obyektga boradi. Lekin men o'sha o'zim kiradigan obyektimga yo'q degan spiskda. Prezident administratsiyasining spiski bo'ladi. O'sha bo'yicha kirgizadi. Siz hokim bo'lasizmi, spiskda yo'q bo'lsangiz kirgizmaydi ekan. Ya'ni viloyat hokimi emas, u kirgiza oladi-yu, o'sha undan kichkinaroq odam bo'lsangiz вообще fot yo'q. O'shaning uchun bir 100 ta odam kelgan bo'lsa, 50 tasi kirdi, 50 tasi spiskada yo'q, kirisha olmadi. Men ham o'shalarda ichida edim, spiskda yo'qman. Lekin o'zimda ishonch bor edi, babi kiraman degan. Bir marta o'sha очередga turdim, keldim, spiskda chiqmadim. Administratsiya uyingga bor uka dedi. Nima qilasan, spiskda yo'q ekansan dedi. Keyin yana очередga oxiriga bordim, balkim qo'shilib qolar deb. U qog'ozdagi narsa ekan, qo'shilmasdi ekan. Yana kirdim, yana so'kishdi meni ko'rib. 3-marta ham kirdim. O'sha
bu yerda очередda turishdan umid yo'qligini qarab turib chekada turdim. Hammasiga qaradim. Spiskda chiqmagan 50 ta odam уже tarqatib yuborishdi, hammasini so'kib men tura oldim. Gapirsa ham. Ya babi kiraman akalar deb turib, ichimda 100% ishonchim bor edi kelishim haqida. O'sha spiskda yo'q bo'lsa ham. Oxiri o'sha prezident kelishidan bir 10-15 minut avval administratsiyadanmi telefon bo'lib turish. Meni kirgizib olishdi keyin. O'sha yerda boshlig'i kelib turib kirgizib yubordi. Juda bu hodisa antiqa bo'lgan haligi. Mo'jiza-da bu. O'sha yerda turganman tavakkal qilib. Ishonchim ham bo'lganda, baribir kiraman deb. Keyin o'sha yerda bilsangiz, prezentatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz stendingiz bo'lishi kerak, joyingiz. O'sha kerak bo'lsa ekranlar, prezentatsiyangizni ko'rsatadigan. Menda hech narsa yo'q edi, spiskda yo'qman-ku. Endi qarasam, bitta yer bo'sh turibdi. O'sha bo'sh joy kirolmagan odamniki ekan. Bitta bo'sh joy. Katta yer u. O'sha yerga o'rnadim. Bu yerda zamministrlar yordam berishdi hammasini sozlashga, prezentatsiyalarda. Qarasa kelmayapti odam. Mayli deb turib, taqdir ekan, bizga ekanda nasib dedi-da prezentatsiya. Joy egasi. Joy egasi kela olmadi. Biz uni egalladik. Prezident keldi, taqdim qildik. Taqdim qilganda ham prezident ko'p vaqt bo'lmaydi-yu. U stendlar juda katta stendlar, u katta firmalarniki million dollar ekspertlar. Lekin hammasini ko'rishga vaqt bo'lmadi. O'sha dumaloq bo'lsa, butun bino, stendlar qo'yilgan joy. Bunday bordida orada bittadan qolib ketdi. Men bu yerda turibman. Prezident keldi, bu yerda yana bittasi qolib ketdi, bu yerda ikkitasi turibdi. Mendan avval ularni shunday tashlab ketib, menga to'g'ri keldi. Menga to'g'ri keldi, juda hayajonlanib ketdim. Men ham yurishni boshlab yubordim, o'zi yurishim mumkin emas. Salomlashdim, joyiga keldik, stendga. Gap kelmay qoldi. 1-2 soniya. Yuragim o'ta tezlashib ketdi. Keyin o'zi ham savol berishni boshladi. Psixolog va prezident ham tushunadi. Shuna qilib bir 8 daqiqamikin men oldimda 10 minut turibdi. Keyin bilsam aytishdida 10 minut turdi. U yerda siz bilan 2 minut gaplashish kerak edi xolos degandi. Administratsiyaga. Eng qizig'i bu 200 ming dollarda prezident o'zi ham aytmagan. 50 ming dollar investitsiya qilyapmiz deb turib venture aytgan, chunki bitta venture fond bilan gaplashib bo'lgan edik. 50 ming dollar 10% kompaniyaning o'sha ulushini olish uchun 50 ming dollar taklif qilishgan edi. Yordamni taklif qilishgan edi. Lekin uni prezidentga aytganimizda prezident aytdiki, bu hech narsaga yaramaydi. 50 ming. 50 ming yaramaydi, yetmaydi, ko'proq berish, grant qilib berish dedi. Keyin o'sha zamministr bilan bordik, IT zamministri bilan o'zimiz IT parkka shartnoma tayyorlashni boshladik. Zamministr aytdiki, 250 ming dollar, ya'ni quarter million deyiladi. Juda katta summa-da, 250 ming dollar. Ya'ni g'alati bo'lib qolganman. Voy, qanday qilib bu juda ko'p-u, o'ta ko'p deganmanda, aka tushiraylik deganman. Aka bu o'ta ko'p deganman. Buni mas'uliyati ham bor desam, bo'pti deb turib ish chiqib qolganda, bu Andijon viloyatini IT boshqaruvidagi akani qoldirgan. Aka bilan o'tirganmiz, 150 mingga tushirib berganda, zamministr kelganda 150 ni ko'rib turib, "Endi nima qilishding? Ko'tarib uni prezident ko'radi-yu, nima bu 150 deb turib, bu yoq o'zi tushiring deyapti. Bo'pti 200 qilib qo'yish degan." Shuna qilib 50 ming dollarga tushirtirganman. Endi hozir bilyapmanki, o'sha 50 ming dollar ham balki marketingga katta yordam bergan bo'lardi, lekin achinmayman to'g'risi. 200 ming ham katta summa, mana qilyapmiz. Hozir yarmini ham ishlatmadik, lekin уже ancha qilib qo'ydik. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyodagi ota-onalar, farzandlar, ularning farzandlari hammasini shu texnologiyalarda bizga ta'siri haqida dunyoqarashini o'zgartiramiz. Men umuman kutmagan edim. Bunchalik darajada e'tibor, bunchalik darajada rag'batlantirish bo'lishini hayolimga ham keltirmagan edim. Rahbarimizga bu borada o'shaning tashakkurimni izhor qilaman. Shu ketishda bo'lsa, davlatimiz rahbari o'zi ta'kidlab o'tganda 3-renessans davri boshlanganda O'zbekiston O'rta Osiyo davlatlarining ichida hozir ham eng oldin darajada turgan bo'lsa, endi Osiyo davlatlari ichida eng oldi darajaga chiqishiga men aminman. Bunday yoshlarni rag'batlantirish bilan, bunday yoshlarga e'tibor bilan albatta u natijalarga erishamiz yaqin kunlarda, yaqin yillarda. Prezident 200 ming AQSh dollari grant ajratgan bu loyiha va bu loyihaning egasi, bu loyihani asta-sekin amalga oshishida
ma'lum bir joylarga borish kerak, grant ajratildi degani mana deb berildi degani emas, u pul olinish kerak. Prezident grant ajratdi degani bu yashil chiroqmi yoki ma'lum bir muammolarga duch keldingizmi? Prezident bilan ko'rishganimda shu yil 15-aprelda 16 yosh edim. Endi u grantni olish uchun, ishimni yuritishim uchun, IT kompaniya tuzishim uchun MChJ ochishim kerak, bankdan счет ochish kerak. Bu narsalar faqat 18 yoshga to'lganlar uchun mumkin ekan, bilsak. Shuning uchun birinchi problema shu. Men vaqtidan oldin voyaga yetganligim haqida sertifikat olishim kerak bo'lib qoldi. Endi u narsani hali Andijon viloyatida, kamida Andijon viloyatida qilishmagan ekan. O'sha zaministrlar aytishgan, oching MChJ deganman. Endi mumkin emas u. O'sha dadangizdan ochtiring, dadangiz ochsin, shu bo'yicha ishla olasiz deyishganda dadam unamagan. Dadam aytganki, yo'q, shu o'g'lim yoshligidan ish o'rgansin, shunga ko'niksin, ko'rsin qanaqa bo'ladi, korxona yurgizish deb turib unamaganda, dadam shu yuristlar bilan bog'langan yo'lini topgan. Qarasak, qonunda bor ekan, 16 yosh yoki 17 yosh bo'lsa ham, uni 18 yosh, ya'ni voyaga yetganlik haqida sertifikat bersa bo'lar ekan. Uni insonga borganmiz. Gaplashsak, shuni ko'rsatsak, qilishmagan ekan bir marta ham. Sarosimaga tushib qolishgan, qanaqa qilamiz deb turib, Toshkent bilan bog'lanishgan. Shu narsa bormi deb turib, rostdan ishlayaptimi, qonunchilikda bor ekan, lekin qilmaganmiz deb turib bog'lanishgan mumkin ekan. Iltimos qilganmiz, qilaylik shuni deb. Birinchi marta bo'lsa ham 2 kunlik borganmiz. 2 kundan keyin faqat shu bilan yo'g'irganmiz dadam. Bu qanaqa amalga oshgan? Masalan, qanaqa bo'lgan? Birinchi o'rinda ota-ona voyaga yetganligim haqida tasdiqlovchi xat yozib berish kerak ekan. Ikkinchi o'rinda psixolog, har xil doktorlardan bir kun больницада yurganman. Analizlar, plus hammasi joylarligini bilib olish kerak ekan. 18 yosh odamdek fikrlayapti. Demak, voyaga yetish uchun albatta bu 18 ga kirish shart emas. Ana biologik holat o'shuncha kunga borish shart emas. Fikri hammasi joyida. Buni voyaga yetgan 18 ga kirgan emas, voyaga yetgan desak bo'ladi degan xulosa bergan. Shunday. Undan keyin ish osonroq kechgan. Qancha foiz moddiy daromadingizni bolangizni o'sish uchun investitsiya qilib kirgizasiz? Qiziq savol bo'ldi, lekin to'g'risi hisoblab ko'rmagan ekanman. Baribir, masalan, har bitta oilada bir oyda menimcha pul topiladi. Menimcha bu yeb ichish uchun, bu uchun, bu ta'lim uchun deyiladi-ku. Akmal aka, bilasizmi, shuni bir Allohim xayrli ish boshlaganingizda barakasini shunaqa berib qo'yarkanki, qilgan xayrli ishga qilgan sarfingizni yig'indisini hisoblab hayron qolib o'tiraverasiz. Alloh qatdan berib qo'ydi, qachon men bilmay qoldim buncha pulni menga kelib ketganini degan fikr. Bunday olib qarasam daromadim o'ta katta emas, lekin Allohga shukr, niyat qilgan ham xayrli ishimga yetkiza olgan ekanman. Shu jumladan Said Burxonning tarbiyasiga, o'qishiga hamisha o'ziga ham ta'kidlab kelganman. Bolam, borim siz uchun. Sizni kelajagingiz uchun. Amalda ham imkon qadar Allohga shukr, shu gaplarimga amal qilishga harakat qilganman. Biror narsa kelajakdagi manfaatim, bilimim uchun mana bu onlayn o'quv kursi yoki mana bu ukrainalik IT yo'nalishda shu Python dasturlash o'qituvchisiga repetitorlikka bering degan karantin paytlarida haligi uyda bekor qo'ygan paytda ukrainalikda bilimlarini o'zlashtirgandan keyin adashmasam Rossiyalik ustoz topganmiz o'sha IT yo'nalishi bo'yicha. Bizga kezak kelganda aytish kerak, o'sha karantin vaqti ham juda bizni manfaatimizga ishlagan, vaqtimizni bekor o'tkazmaganmiz o'sha davrda ham. O'zi yoshligidan shu dasturlash sohasiga qiziqqanligi uchun hech o'sha qiziqishini rayiga qarshi chiqmaganman. Ham moddiy, ham ma'naviy tomonlarni to'liq qo'llab-quvvatlaganman. Allohga shukr, natijasini ko'ryapmiz. Hali bundan keyingi katta natijalari umid qilaman hali oldinda. Prezident grant ajratdimi? Bir haftada o'tib ketadi, bir haftada tushadi deb o'ylaganman. Lekin bunday bo'lmagan. 2 oy kutilgan. Tashrif davomidagi tashabbuslarini bitta protokol tuzib, uni imzolash kerak ekan prezident. Men uni bilmaganman. Protokol nimaligini ham bilmasdim to'g'risi paytlarda. Kutganmiz. Butun Andijon viloyati kutgan ekan. Shu gaplashganimizda bitikda tashrif qatnashganlar bilan hamma kutgan ekan. Даже shunday qo'shib aytish, viloyat hokimimiz ham kutayotgan bo'lgan ekan. Ya'ni men bu yerda bir hafta kutishim problema bo'lmagan. Shunaqa o'zi odatda bo'lar ekan. 2 oydan keyin birinchi transhimiz, ya'ni qismimiz tushgan. Chunki u $200,000 sразу menga ajratib qo'ymaydi. Qopda olib kelib naqd pul tashlab ketmaydi. U Osiyo rivojlanish bankidan investitsiya olinadi. Uni IT parkka topshirgan davlat. IT park men bilan shartnoma tuzib, o'shani qisman tushirib berib, o'sha 1 yil ichidami
qaysidir davr ichida men o'zim plan tuzib berganman. Smetalarga bo'lib, men smeta tuzib beraman, o'shanga qarab menga moliya berishadi. Shunday qilib birinchi transhimiz 16-iyun, ya'ni 2 oy o'tganidan keyin tashrifdan tushgan $50,000 atrofida bo'lgan. Ish o'shandan boshlangan. Men hozir Saidburxon bilan suhbatlashib turib, birinchi navbatda Andijondagi barcha blogerlar, jurnalistlar, respublikadagi Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan ma'lum bir saytlarga yuzlanmoqchiman. Qayerdadir bir muammo bo'lsa, kichkina bitta muammo bo'ladigan bo'lsa, uni bo'rtirib chiqarish kerak bo'lsa, doim hozir nozirimizda kamchiliklar va muammolar ustida juda tez to'planamiz. Har zamonda unaqa har kun, har doim qiyindir bunaqa yaxshi ishlar ustida birlashishimiz, lekin har zamonda yon atrofimizga qaraylik, balki yaxshiliklar ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatlar ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana misol. Xo'p, hurmatli jurnalistlar, bizni kuzatayotgan blogerlar, tanirmidingiz bu yigitni? O'rtoqlar, diqqat. Prezident $200,000 grant ajratgan loyihani asoschisiga e'tibor qaratganmidingiz? Tanirmidingiz? Masalan, sportda bitta odam muvaffaqiyat qozonsa, hamma biladi, hamma uni kutib olishgacha chiqadi aeroportga va hokazo. Lekin ilm-fanda bir natijalarga erishgan yigit-qizlarga nimaga e'tibor qaratdingiz? Ustamiz-ku, nimaga davlat e'tibor qaratmayapti deb oyoqxondan solishdi. Mana davlat e'tibor qaratganiga ham nimaga e'tibor qaratmayapmiz? O'zi asli sizni holatingizda qanaqa bo'lishi kerak aytaymi? Hech bo'lmaganda Andijon shahar ko'chalarida yura olmasligi kerak-da. $200,000 prezident grant ajratgan yigit-qiz bunaqa yoshda ko'chada yura olmaydigan darajada yulduzga aylanish kerak. Ochiq gap, shaxsan men o'zim ham sizni dadangiz aytmagunlaricha bexabar edim. Buning uchun uzr so'rayman. Chunki bugun mana shu jamiyatda, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan odam sifatida, ustiga-ustak andijonlik sifatida men bilishim kerak. Va uzr sizdan, dadangizdan, mana shu jamiyatdan ommaviy axborot vositalarining munosabati qanaqa bo'ldi? Prezident tashrifidan keyin Jahongir aka Olimov birinchi o'rinda mendan intervyu oldi. Zamonda chiqdi. Endi undan tashqari adashmasam yana bir ikkita intervyu olindi joyida. Ana shu paytda. Ana shu paytda. Prezident ketishiga orqasidan intervyuchilar kelib, mendan mikrofon taqib, uchtasi keldida, video oldi, tushuntirib bering dedi, tushuntirib berdim. Undan keyin hech narsa bo'lmadi. O'shandan beri ishlayapmiz. Xo'p, maktabni munosabat qanaqa bo'lgan? Endi o'sha tashrifdan keyin zamin stili bilan hamma o'sha dokumentlarni qilib bo'lganimizdan keyin sразу maktabga borganman. Chunki o'sha voqealarda direktorimiz juda katta rol o'ynagan. Aytganimdek, loyiham 2 haftani ichida, shu yanvarda boshida sana-fanning marketing bo'lib turib, direktorimizga chiqib ketgan. Direktorimiz eshitgandan keyin juda yoqtirib qo'ygan. O'sha direktor tepaga chiqqan. Viloyat hokimi, keyin viloyat hokimi prezidentga. O'shaning uchun menga telefon qilgan. Birinchi o'rinda direktor yig'lagan. Yig'lab hozir to'g'risi esimda yo'q, lekin juda xursand edi. To's hayron qolganman. Yig'laganini ko'rmaganman-da, direktor qattiq qo'l bo'ladi-yu. Har doim so'kadigan odamga o'xshab tuyulardi-da menga u odam. Lekin yig'laganida tushunganman, rostdan qayg'urgan ekan shu loyiha haqida. Endi bugun hozir mana shu intervyudan keyin umuman muvaffaqiyatlar qozongandan keyin tanganing ikkinchi tomonini aytmoqchiman-da, ertaga tadbirma-tadbir yuradigan bola ham bo'lib qolmang. Masalan, hozir ertaga qayerda yoshlarga motivatsiya berish kerak bo'lsa, hamma joyda Saidburxon ish qolib ketib, maktab, kollej yurib, yoshlarga motivatsiya beradigan odamga aylanib qolmang. Chunki $200,000 oqlash kerak. Hali oldinda buni shunaqa qabul qilingki, bu shunchaki avans. Bu prezident tomonidan sizga bergan shunchaki avans. Endi unga shunaqangi zo'r javob bo'lish kerak-da, labbay shunaqa bo'lish kerakki. Qay darajada do'stsiz Saidburxon bilan? To'g'risi, o'rtamizda anaqa subordinatsiya degan termin bormi? Shu bor. Haqiqat turishini bilaman, chunki o'zimni to'g'risi qattiq qo'lroq deb bilaman. Lekin hamma paytda ham emas. Vaqti kelsa jonimni berishga tayyorman. Vaqti kelsa qattiq tergab, koy berishdan ham qolmayman. Chunki yosh bolani bu men bunaqa chiroyli loyihalar qilmasin, men bunaqa yaxshi moliyaga ega tashkilotni boshqarmasin, babi yoshiga qaraganda bola hali. Bo'lib ham ota-ona uchun bola 50 ga kirsa ham bola. Shuning uchun
vaqti kelganda do'stmiz, vaqti kelganda qattiq tarbiyachi, qattiq ota. Shu vaqti bilan o'sha rollarni o'ynab turishga majburman. Xo'p, maktab tugadi. Institut nima bo'lyapti endi? Qayerda o'qish bu? Yo, bo'ldi, 2 ming oldim, endi men hozir programmani qilaman, bu yoq zo'r. Universitetga to'g'risi 1,5 yildan beri katta planlar qilib kelaman. Ota-onam ham rosa shunga fokus ham ancha qaratadi. O'sha 1,5 yil avval Harvard, MITlar juda menga shu orzu bo'lib tuyulgan. Hozir uni ustida ishlayapman. Lekin hozirgi holatimda men uchun Stanfordga o'xshagan yoki Babsonga o'xshagan institutlar menga yaxshiroq, chunki ular startap bo'yicha yangi innovatorlar, предприниматель, tadbirkorlar uchun juda zo'r universitetlar. IELTS qanaqa, SAT qanaqa? Ularga kelsak, IELTS 7,5, SAT 1480. Bu endi juda katta natija bo'lib tuyulmasdir. Lekin men IT bilan birgalikda olib ketganim uchun fokusni 100% ularga qarata olmaganman. Odatda top 10 talikka, dunyodagi top 100 talikka harakat qiladigan bolalarda SAT 1500 dan tepa bo'ladi odatda. O'zbekistonda bu bir burchida emas, Andijondan uzoq yerlarda, mana shu Andijonning o'zida sizni tengdoshlaringiz orasida shu yoshga kirib faqat mol boqishni biladigan bolalar ko'pda. Qarasanglar, mana esim tanidi, u faqat mol boqishni biladi xolos. Mana nimalar haqida gapiryapsiz-da? Orzu qilyapsiz-da? Kimlar 5 yoshingizda, 5-sinfda o'qiyotgan paytda kimni tahlil qilgansizda? Lekin xuddi mana shu yoshda, balki sizdan kattaroqlar orasida ham dunyoga ketib mol boqishni biladi xolos. Achinib ham yomon gapira olmayman ham, yaxshi ham gapira olmayman ular haqida. Endi shunaqa bo'lib qolgandir. Endi ota-onam meni yo'naltirganda bunga ITga mana shu o'ynab o'tirganimda taklif berganman dadamga, mana shu o'yin tuzgim keladi dadu deganimda kurs sotib bergan, lekin u narsani любой ota-onaga bersiz ham u taklifni uni joyida qilib bera olmaydigan ota-onalar ko'p. Ya'ni uni tushunmaydiganlar ko'p. Ayb ko'pincha o'sha bolasini shu katta olimlar, tadbirkorlarga qarab turib, mashinaga shunday bo'ladi farzandim deb turib harakat qilmaydiganlarda ayb o'zi aslida. Chunki farzandi 3-sinfida mashinaga tadbirkor bo'laman deb yurmaydi. Aytmoqchimanki, nimadirga qiziqasizmi? Vaqtingizni bekor narsaga sarflamang, bekor narsaga. Nimagadir qiziqsangiz, unga vaqt ajrating. Ruxsat so'rang ota-onangizdan. Mana shu narsaga qiziqyapman, qarang, mana shu narsani qilsam 2-3 yilda ichida mana shunday darajaga chiqaman ekan deb tushuntirsangiz, ota-onangiz ham yo'q qilmaysan deb olmaydi. Tushunadigan ota-ona bo'lsa. Fokusni qiziqgan narsangizga jamlang. Fokus jamlanmayotgan bo'lsangiz, tikonchani ko'chiring. Tikoncha juda katta yordam beradi. O'shaning uchun ham qilyapmiz o'zi. Orzularingizga har doim intiling. Hammasi yaxshi bo'ladi agar intilsangiz. Faqat tushkunlikka tushmash kerak. Misol 1 yil o'qib turib, men tashlab yuborgan bo'lishim ham mumkin edi IT'ni. Lekin bitta kurs tugatdimmi, o'zim qiziqib, birinchi o'yin tuzishni o'rganganman. O'yin chiqarganman, yurmadi, hech kim ko'chirmagan, juda sifatsiz chiqqan o'yin. O'sha payt tashlab yuborishim mumkin bo'lgan edi. Lekin o'sha payt tashlamasangiz bo'ldi. O'shanda chuqurga tushib ketmasangiz bo'ldi. Kimlar investor bo'lishni xohlaysiz? Vaqtingizga. Kimlar bilan ishlagingiz keladi? O'zbekistonda, ha? Bor shunaqangi odamlar borki, balki ichingizdan o'tar. Shuni ishlasammi? Bu bilan ishlashni o'zi masalan zo'r bo'lib ketadi hamma. Zafar Hoshimov bilan ishlagim keladi. Jahongir aka Ortiqxo'jayev. Zafar akani mana Korzinka bor. Korzinkada ham bunga o'xshash loyihani qilsa bo'ladi. Integratsiya qilsa bo'ladi. Endi Zafar akaga chiqishim qiyin. Nimaga qiyin? Qiyinmas. Nimaga qiyin? Endi balkim harakat qilmagandirman to'lig'icha. O'zbekistondagi banklardagi IT. Men kiber xavfsizlik mavzusida qachon gap ochilsa, shu plastik kartalardan pul yechish katta muammoda. Shu o'ylab ko'ringlar, men banklardagi hozir ishlayotgan ma'lum bir o'sha IT mutaxassislarini ishini qoniqmayman. Nimaga? Chunki ana kiber jinoyatchi, kichkina bitta kiber jinoyatchi bir 3-4 oy ozgina ishlasa, kallasi yaxshi ishlasa bo'ldi. Pul yechib olish unaqa muammo bo'lmayapti-da. Keyin pulni o'g'irlatib qo'ygan fuqaro borib bankka aytsa, 02 ga boring deydi. U deydi, bu sanksiyalar. Shu
o'sha hisob raqamidagi pullar bor-ku, plastikdagi pullar bor-ku. Shuni bankni himoyalashini ustidan himoyalash bor-ku. O'sha masalan kod keladi, kod bitta kod tersa bo'ldi, yechib olyapti. Shuni shunaqangi bir takomillashtirish kerakki, kodni o'zi hal qilmasin. Chunki O'zbekistonda yigitlarni, yigit-qizlarni, yoshlarni imkoniyatlari juda katta ITda. Senat saytini buzgan bolalar o'zbekistonlik bolalar. To'g'rimi? Siz kabi yoshlardan iltimoski, shu fuqarolarni plastik kartalardagi pulini himoya qilishda o'sha bank o'ylayotgandan ham xavfsizroq bir variantlar haqida o'ylasa, yoki ilovadir. Endi Uzinfocomda bunday texnologiyalar ko'p o'zi. Uni qo'lingizni shakli bo'yicha sizni identifikatsiya qiladigan texnologiyalari bor. O'sha отпечатка o'ta avvaldan bor. Qilsa bo'ladi. Harakat qilish kerak-da bitta odam. Jon jahdi bilan kirishib, o'shani to'g'rilash kerak. Dilmurod aka, sizga rahmat. Nimaga rahmat bilasizmi? Said Burxonga kompyuteringni yig'ishtir, molli boq demaganingizga rahmat. Bolangizni shu yoshigacha faqat ma'lum bir chegaralangan narsalarnigina o'zlashtirmasdan bugun dunyo bolalari nima qilyapti? Ulardan o'tsang o'tkinki, ortda qolmagin deb tarbiyalaganingizga, imkon berganingizga, sharoit yaratib berganingizga rahmat. Butun o'zbekistonlik ota-onalar nomidan sizga rahmat aytaman. Salomat bo'ling. Tashakkur. Siz va bizga bog'liq joyi juda ham ko'p. Mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qo'llab-quvvatlash uchun ozgina e'tibor, mana shunday videolar ostida yaxshi izoh qoldirish va ushbu imkoniyatdan foydalanish. Albatta sizga foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Farzandingizni to'g'ri tarbiya olishida, komil inson bo'lishida, o'sha ta'lim dargohi bilan bog'lanishida ushbu dasturni sizga juda katta ko'magi bor. Va ota-ona bo'lsangiz, agar bizni kuzatayotgan tomoshabin ota-ona bo'lsangiz, sizlar uchun ham tikonchada alohida e'tibor ajratilgan, alohida bo'lim bor, alohida ilova yaratilgan va tikoncha tez vaqtlar ichida nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda odamlarga ma'lum va mashhur bo'ladigan bir platforma bo'lishidan umidvormiz. Buning uchun yana qaytaraman. Xo'rozqand chet elligi bo'lsa, yotib olib yerlashmas. O'zimizni milliy mahsulotlarimizni, o'zimizni qora ko'zlarimiz qilgan ishlarni qadrlaylik, ularni o'sish uchun bahol qudrat xizmat qilaylik. Ana shundagina 3-renessans bo'ladi. Hammaga omad.